bu telefonda zaryadlash haqidagi lifhack. Ko'pchilik birinchi zaryadlashda noto'g'ri qo'yadi. Yani politga tushirgan holda 100% ga to'lgancha qo'yish kerak bo'ldi. Arayog'ini olish kerak. Keyin yana iloji boricha qo'lingizdan kelgancha yana 15 ga qizilga tushirib, keyin yana 100 ga to'lgancha hech narsa ishlatmasdan, internet ham ishlatmasdan, telefon ham gaplashmasdan zaryadlash bu to'g'ri zaryadlash hisoblanadi. Telefonlarni zaryadlashda shu joyina e'tibor beringlar. Kecha Poco X7 Pro chiqardim. 9.07 da zaryadga qo'ydim. Uje 1%, mana 2%, 14% deydi. Der 14% zaryad oldi. Ko'ramiz necha minutda mana zaryadlar ekan. Kuzatamiz. Pauza qilib turaman videoni. To'lgan vaqtini toshni tushirib sizlarga taqdim qilamiz. Shunday mashina sostanada bo'ladi ular. O'zining obloshkasidan chiqadi ekan, axsham aytmagan ekanman. Sakonni. Yine kameralardan shu yerda kameraning o'zini ko'rsatib bering. Kamera ko'rinishlari endi qanchalik yetirib bera olib turibman. 60 fps videoga olishlari. Umuman переходda qatishlar yo'q meniki. Qatishlar yo'q. Endi iPhone'chalik emas, lekin Samsung'larday kamerasi. Yana 50 megapiksel kamera. Do'stlar, mana salkam toshni 40 minutda 100% zaryadga to'ldi. X7 Pro'ning qancha muddatda zaryad olish xususiyati videosi edi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar.